Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun bepul arab tili darslarimizning 30-qismi. Bugun sizlar bilan birgalikda kitobimizning 6-darsini yakunlab qo'yamiz. O'tgan darsimizda kitobimizning 37-sahifasidagi 4-mashqqa kelib to'xtagandik. Bugun mana shu mashqdan boshlab darsimizni davom ettiramiz. 4-mashqda bizga misollar berilgan. Bu misollardagi xatolarni to'g'rilash orqali biz to'g'ri holatga jumlalarni o'zgartirishimiz kerak. Va buning natijasida biz ham mana shu kabi xatolarni qilmaslikni o'rganamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Birinchi misol. Haqibatu man hada. Bu kimning sumkasi? Tasavvur qilishimiz uchun bu misolda biz bir sumkani ko'rsatib, bu kimniki ekanligi haqida savol beryapmiz. Va sumka so'zi arab tilida muannas shaklda ishlatiladi. Ana endi o'zingiz o'ylab ko'ringchi, xato qayerda va qaysi so'zni boshqa so'zga o'zgartirishimiz kerak? Albatta, ko'rsatish olmoshi. Sumka so'zini ko'rsatayotganligimiz uchun biz bunga munosib ravishda hada emas, balki hazihi ko'rsatish olmoshini olib kelishimiz kerak. Natijasi quyidagicha bo'ladi. Haqibatu man hazihi. Mana shu shakli to'g'ri hisoblanadi. Keyingi misolga o'tamiz. Al-ghurfatu maftuhun. Lug'atlarni eslataman. Al-ghurfa xona degani, maftuhun ochiq degani. Bu yerda xato qayerda ketyapti? Ikki so'z bir-biriga jinsda moslashmayapti. Ya'ni al-ghurfa so'zi muannas, maftuhun muzakkar. Bu yerda maftuhunni muannas shakliga o'zgartirishimiz kerak. Shunda maftuhatun shakli hosil bo'ladi. Mana endi jumlamizdagi xato to'g'ri holatga o'zgardi. Keyingi misolga o'tamiz. Hada sayyaratu tabibi. Hada bu degani, sayyara mashina, at-tabib shifokor. Bu misolimizda xato qayerda ketyapti? Albatta, ko'rsatish olmoshida. Bu o'rinda hazihi ism ishorasidan foydalanishimiz kerak edi. Sababi mashina so'zi muannas hisoblanganligi uchun. Muannas so'zni ko'rsatayotgan vaqtimizda unga munosib ravishda muannas kalimadan foydalanishimiz kerak. Hada emas, balki hazihi. Grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, bu gapimizda hazihi mubtado, sayyaratu esa uning xabari. Sayyara so'zi o'zidan keyingi so'z bilan birgalikda izofa bo'lmoqda. Ya'ni so'z birikmasi. Sayyaratu muzof, at-tabibi muzofun ilayh. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misolga o'tamiz. Hazihi miftahus sayyarati. Bu mashinaning kaliti. Bu yerda xato qaysi o'rinda bo'lmoqda va qaysi so'zni o'zgartirishimiz kerak? Albatta, kalit so'ziga hazihi mos bo'lmaydi, balki hazihini o'rniga ko'rsatish olmoshini muzakkar shakli hadadan foydalanishimiz kerak. Shunda jumlamiz hada miftahus sayyarati shaklida bo'ladi. Ana endi xatoni to'g'ri shakliga o'zgartirdik. Shu bilan kitobimizning 37-sahifasidagi misolni tugatib bo'ldik. Yana endi davomi 38-sahifani yuqori qismida berilgan. Keling buni ham tugatib qo'yamiz. Ayna sayyaratu? Mashina qayerda? Javobi huwa fish shari'i. U ko'chada. O'ylab ko'ringchi, xato qaysi o'rinda ketmoqda? Savol gapda kelayotgan mashina so'zini biz nazarda tutayotgan vaqtimizda huwa degan domirdan foydalanyapmiz. Ya'ni u demoqchi bo'lgan o'rinda biz huwa kalimasidan foydalanmoqdamiz. Aslida bu o'rinda hiya degan, ya'ni muannas kalimadan foydalanishimiz kerak edi. Sababi u degan narsada muannas narsani nazarda tutayotganligimiz uchun unga jinsda moslashadigan so'zdan foydalanishimiz kerak. Shunda to'g'ri shakli quyidagicha. Hiya fish shari'i. Shu bilan 4-mashqda berilgan xatolarni to'g'riladik va biz ham mana shu kabi xato qilmaslikni o'rgandik. Ana endi navbat 5-mashqqa. Bu misollarimizni biz o'qib, to'g'ri harakatlarni qo'yishimiz kerak. Ya'ni qaysi harakat bu so'zlar bilan birgalikda ishlatiladi. Birinchi misol. Hada li Muhammadin va zalika li Hamidin. Hada bu ko'rsatish olmoshi, li esa uchun degan ma'noni ifodalaydigan jar harfi. Shu sababli ham li harfidan keyin kelayotgan Muhammad so'zini majrur holatda o'qiymiz. Hada li Muhammadin. Bu Muhammadniki. Va zalika va ana va esa
li hamidin. Hamidniki. Keling birgalikda grammatik tahlil qilamiz. Hada mubtada, li jar harfi, Muhammadin majrur. Jar va majrur birgalikda ibora ko'rinishida xabar bo'lmoqda. Vav esa harf atf, ya'ni bog'lovchi harf. Biz bu bog'lovchidan ikki jumlani bir-biriga bog'lashda yoki ikki so'zni bir-biriga bog'lashda ishlatamiz. Ikkinchi gapimizda zaliga ko'rsatish olmoshi mubtado bo'lib kelmoqda. Li hamidin esa ibora ko'rinishida, ya'ni xabar shibh jumla ko'rinishida kelmoqda. Keyingi misol liman hazihi. Bu kimniki? Hazihi li Yasirin. Bu Yosirniki. Mana shu misollarda kelayotgan li harfini uchun, tegishli, falonchiniki deb tarjima qilamiz. Grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, hazihi mubtada, li Yasirin esa jar majrur. Ibora ko'rinishida xabar shibh jumla. Ya'ni jar majrur birgalikda xabar o'rnida kelmoqda. Keyingi misolga o'tamiz. Alhamdu lillahi. Alhamdu hamd degan ma'noni ifodalaydi. Lillahi esa Allohniki. Hamd Allohgadir, Allohnikidir degan ma'noni ifodalaydi. Grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, gapimizdagi alhamdu mubtado bo'ladi. Lillahi esa xabar shibh jumla, ya'ni ibora ko'rinishidagi xabar. Nima uchun ustoz buni ibora ko'rinishidagi xabar deyapsiz desangiz, sababi Alloh so'ziga li harfini, ya'ni tegishli, uchun degan ma'noni ifodalaydigan li harfini qo'shadigan bo'lsak, mana bu ko'rinishda yoziladi. Alif va lam harflari tushib ketib, uni o'rniga li kalimasi ulanadi va ma'nosi Allohniki, Alloh uchun degan ma'noni ifodalaydi. Boshqa misollarimizda li harfini qo'shayotgan vaqtimizda alif lamdan oldin keladigan bo'lsa, alifni o'zi tushib qoladi. Faqat Allohning ismidan oldin li harfi keladigan bo'lsa, ham alif, ham lam harflari tushib qolgan holatda o'qiladi. Shu sababli ham faqatgina Alloh so'zidan oldin li harfi mana shu ko'rinishda ulanadi. Qolgan so'zlardan oldin esa alifini tushirgan holatda ulab o'qiymiz. Lillahi lil mudarrisi shaklida. Bu misolni daftarimizga yozib olaylik. Keyingi misol lillahi al-mashriqu. Ulab o'qiydigan bo'lsak, lillahi al-mashriqu wal maghribu. Lillahi Allohniki, al-mashriqu sharq va bog'lovchi, al-maghrib g'arb degani. Bu gapimizda ozgina o'tgan darslarimizga oid bo'lmagan qoida bor. Shu sababli ham bu qoidani keyinchalik o'rganamiz. Nega o'tgan darslarimizga oid bo'lmagan qoida deyapman? Sababi bu gapimizda mubtado bilan xabar o'z o'rnini almashtirib kelmoqda. Qachon o'z o'rnini almashtirish mavzusini keyinchalik o'rganamiz. Hozir esa grammatik tahlil qilamiz va bu misolimizni sodda ko'rinishida qanday ifodalar edik, buni ham sizlarga ko'rsataman. Lillahi misoli jar majrur holatida turibdi. Shu sababli ham biz xabar shibh jumla deymiz. Ya'ni xabarimiz ibora ko'rinishida kelmoqda. Bu gapimizning mubtadosi qani? Mubtadosini topish uchun keling bu jumlamizni aslida sodda ko'rinishida qanday ifodalardik? Al-mashriqu wal maghribu lillahi ko'rinishida aytardik. Sharq va g'arb Allohnikidir, Allohga tegishlidir degan ma'noni ifodalardik. Shunda gapimizning grammatik tahlili al-mashriqu mubtado bo'lardi, lillahi esa uning xabari bo'lardi. Ya'ni xabar shibh jumla, ibora ko'rinishida kelmoqda. Vav harfi esa harf atf, ya'ni bog'lovchi harf sifatida. Al-maghribu misoli esa o'zidan oldingi al-mashriq kalimasiga bog'lanuvchi so'z sifatida kelmoqda. Ya'ni al-mashriqu lillahi wal maghribu lillahi deyish o'rniga ikki so'zimizni bir-biriga bog'lagan holatda, ya'ni bir-biriga harakatlarini ham, holatlarini ham moslagan holatda ifodalab kelmoqdamiz. Shunda al-mashriqu so'zi ham wal maghribu so'zlari ham bir-biriga bog'langan holatida mubtado bo'ladi. Ularning xabari esa lillahi, ya'ni xabar shibh jumla ko'rinishida kelmoqda. Tepadagi 4-misolimizdagi ko'rinish esa xabar bilan mubtadoni o'rnini almashtirilgan holatda ifodalanib kelgan. Ya'ni lillahi xabar shibh jumla,
al-mashriqu esa bu gapimizning mubtadosi, vav harfi esa harfi atf, al-maghribu esa bu ma'tuf. Ya'ni vav harfidan keyin kelayotgan so'z vav harfidan oldingi so'zga ulanib bir ma'noni ifodalash uchun kelmoqda. Bu misolimizga keyinchalik yana alohida to'xtalamiz. Shu sababli ham bu mavzuga chuqur kirishmaymiz. Shu bilan kitobimizda berilgan 5-mashqni ham tugatib oldik. Ana endi kitobimizdagi lug'atlarni yana bir bor takrorlab olamiz. Uyga vazifa sifatida 38-sahifada berilgan 5 tadan har biriga gaplar tuzing. Bu orqali yangi lug'atlarni yodimizda saqlab qolamiz. Birinchi so'z al-mikwatu, dazmol degan ma'noni ifodalaydi. Bu dazmol demoqchi bo'lsak, hadihi mikwatun deymiz. Keyingi misol ad-darrajatu, velosiped. Bu so'z muannas so'z hisoblanadi. Keyingi misol al-mil'aqatu, qoshiq degan ma'noni ifodalaydi. Bu qoshiq demoqchi bo'lsak, hadihi mil'aqatun deymiz. Keyingi misol al-qidru, qozon. Ko'rinishidan muzakkar so'zga o'xshasa-da, asli muannas hisoblanadi. Keyingi so'z al-baqaratu, sigir degan ma'noni ifodalaydi. Bu so'z ham muannas. Hadihi baqaratun. Keyingi misol al-fallahu, dehqon degani, fermer. Bu dehqon demoqchi bo'lsak, hada fallahun deymiz. Keyingi misol al-anfu, burun. Bu toq tana a'zo hisoblanganligi uchun muzakkar so'z hisoblanadi. Keyingi misol al-famu, og'iz degani. Bu so'z ham muzakkar so'z hisoblanadi. Keyingisi al-udhunu, quloq degani. Juft tana a'zolari muannas hisoblanadi. Keyingi misol al-yadu, qo'l degan ma'noni ifodalaydi. Bu so'z ham juft tana a'zo. Shu sababli ham muannas deymiz. Keyingisi ar-rijlu, oyoq. Bu ham muannas so'z hisoblanadi. Sababi juft tana a'zo. Keyingisi ash-shayu, choy degani. Bu muzakkar so'z. Keyingi misolga o'tamiz. Al-ummu, ona. Buning ma'nosi tamarbutasi bo'lmasa ham muannas hisoblanadi. Keyingi misol as-sallajatu. Bu so'z halazinnik, muzlatgich degan ma'noni ifodalaydi. Bu so'z ham muannas so'z hisoblanadi. Keyingisi al-qahvatu, qahva, kofe degan ma'noni ifodalaydi. Bu so'z ham muannas so'z turkumiga kiradi. Keyingi misolga o'tamiz. Sari'un, tez degani. Bu so'z muzakkar hisoblanadi. Buni muannas shakli sari'atun bo'ladi. Keyingisi an-nafizatu, deraza, oyna degan ma'noni ifodalaydi. Bu so'z ham muannas so'z hisoblanadi. Jiddan esa juda degan ma'noni ifodalab kelgan. Shu bilan kitobimizda berilgan lug'atlarni barchasini tahlil qildik va muzakkar va muannaslik jinslariga ham ajratib chiqdik. Bu darsimizda o'rgangan hadihi ko'rsatish olmoshi, o'tgan darslarimizda o'rgangan hada va zalika misollari kabi ko'rsatish sifatida ishlatiladi. Va bu kabi ko'rsatish olmoshlarini arab tilida ismul ishara deb nomladi. Ya'ni ishara degani ishora qilish, ism esa ismi. Ya'ni ishora qiluvchi ismlar turkumiga kiradi. Shu bilan kitobimizni 6-darsidagi mashqlarni ham, matnlarni ham va lug'atlarni ham barchasini o'rganib oldik. Ana endi keyingi darsimizda yangi bir mavzuni o'rganamiz. Bugunga shu yergacha yetadi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.